Sizlarda ham onalar yoshliginglarda yuqsiz idishlarda otvorarmidi yoki bardak bo'lgan shkaflarda ag'darib tasharmidi? Meniki aynan shunaqa qilgan. Shu uchun ham bugun sizlar bilan oshxonamni obzor qilamiz. Turmushga chiqib endi o'sha ona menman. Ugrani bittada 5 ta tuxumga yoki 10 ta tuxumga yoyib, quritib, mana shunaqa sellofanlarga olib qo'yaman. Bardak bo'lib turadigan shkaflardan biri bu priprava, makaron, grechkalar turadigan shkaf. Shu uchun shunaqa konteynerlar zakaz qilib berib qo'yganman. Duxovkada sizlarda ham narsalar turadimi? Menda ham shunaqa. Masha grilda bo'lsa, oyda yilda bir marta ishlataman. Joyi egallab turibdi-ya. Kichkina farzandim borligi uchun ximiyalarni sal orqaroqqa olib qo'ydim, chunki yutib yuborishi mumkin. Bu yerda bo'lsa, Temudan zakaz qilgan podstavkamga skоворodkalarni yig'ib qo'yganman. Ovqat qilayotgan joyimga yaqinroq bo'lishi uchun pripravalarni plitani tepasidagi shkafga joyladim. Tuz, shakar va katta tuz. Bu yerda bizda stakan bilan suvlar, chashkalar, chinilar va hamma krujkalar turibdi. Choy uchun kerak bo'ladigan narsalarni men hammasini bitta joyga joyladim. Onam yoshligimda bitta narsani o'rgatardi. Ayol kishini pokizaligini bilmoqchi bo'lsang, 3 ta joyga qaragin. Biri bu kirayotgan eshikni oldi, ikkinchisi vanna, uchinchisi bu oshxonasidirdi. Siz bu gapga qo'shilasizmi? Kommentariyada yozib qoldiring.